بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الثالث في نوعه خلنك türünü qaysi türüge kirgizmez talaq türgü çiramdo yoki nikahni nikah qilayotgan türgü çiramdo qonundan deb qaraymiz demoqchi. Va amma naw'ul khul'i fa jumhurul ulama'i ala annahu talaq. Ko'pchilik olimlar bu xul degan talaq hisoblanadi deb qarabdi. Va bihi qala Malikun. Shunama bir to'xtatamiz. Yo'q, mushu va bihi qala Malik degani mush qarash İmam Shafi'dan bir qarash var ekan. İmam Ahmed'den bir qarash var ekan. Ebu Hanife tasavva bayna talaq vel fasx. Endi Ebu Hanife talaq bilan fasx o'xshash deb qarabdi. Savva deganimiz talaq desek bo'ldi, fasx desek bo'ldi demoqchi mana. Ebu Hanife'nin qarashi kitobning ostida balki deb qo'ygandir. Endi o'xshash demaydigan bu yerda. Chunki ba'zilarda bu talaq deb turadi, ba'zida fasx deb turadi. Ikkalasiga o'xshash tarafi bor ekanda. Ve qala Shafi'i huwa fasxun ve bi qala Ahmad ve Davud. Demek İmam Şafii'nin var bir qarashi. Bayatın İmam Malik bilan yo'g'on qarashmi bir qarashi batda İmam Şafii'nin. Demek İmam Şafii'nin şıkıl söz kelgan. İmam Ahmed'dan var şıkıl rivayet olan var bir rivayette İmam Şafii bilan bildiğin. Ve Davud min as-sahabati İbn Abbas radıyallahu anhu. Sahabetin İbn Abbas radıyallahu anhu'nun qarashi ekanmiş. Fasq degan qarash. Mush talaq qachon talaq degan so'zni qilmay, unda qilishib, ya xula degan so'zni deyishib qilsa, talaq degan so'zni chiqarmay qilsa, undan mush talaq var. Agar xulaga tutishib, talaq deganni qilgan bo'lsa, bu chaqda talaq tushirganlik emas. وقد روي عن الشافعي أنه كناية. İmam Şafii'den buna başka bir qarashma rivayet qilindi. Yani bu kinaya dedi. Şu qo'llar degan qalatu kiymasdan. Şu nima ekan? Kinaya hisoblanadi. Agar bunda talaq niyat qilsa talaq bo'ldi, fasx niyat qilgan bo'lsa fasx bo'ldi debdi. Bak bu ash'arning niyatiga bog'liq. Mush so'zingizdan qalatuki degandek mush so'zdan talaqni maqsad qilganmi deb so'rang. Talaq maqsad qilgansa talaq. Ya talaq maqsad qilmagan, hozir mush pulni olib, hozir ajrashib turaylar degan maqsad qilgansa fasx bo'ldi. Endi talaq deyish bilan fasx deyishning farqi nima? Shuni birisi ko'rgan bo'ldi. Va fasxni ko'rmaydi. Iddatda yana iddat tutish. Yani ba'zilar bir hajda iddat tutadi, fasxlar degan qarash bo'lsa-mu, lekin ko'pchilikning qarashida shu odatdagi shu quru yani. Ya şu nima talaq hisoblanadi. Yani kim azabtimi? O savva baynal talaq va fasl degan tasa joyida naqlanmasi kerak. Bu shu nimada kitobning yuqoridan o'tdi, nimada qistirib o'tib ketdi. Ba'zi talaq deydi, ba'zi fasl deydi, ularni deb. Abu Hanifa talaq deydi, Shafi'i fasl deydi. Asli talaq degan bu erning qo'ldagi narsa. Bu erning qo'ldagi narsa. Erning ixtiyorli bilan bo'lgan narsa bo'lsa talaq bo'ldi. Masalan, xuluvga o'xshash. Anda birisi musulmon bo'lib, birisi kafir olib qolsa, bu majbur. Erning من طلاق قلبه قمان دلغن مونجه وفسخ. çünkü الطلاق للرجال. وقد قيل عنه في قوله الجديد إنه طلاق. İmam Şafii'nin ona şıkıl qaraşı var desek, şıkıl qaraş deb qo'ylamazsın. Birinci fasq degan qarash, ikincisi talaq degan qarash, üçüncüsü kinaya bu. Niyeti qaraymiz degan qarash. Qavlul jadid bu qavlul qadimning qarshiligidir. Qavlul jadid qasqo Misr kelgandan keyingi tutgan qarashi. Al-Qadim degani Misr kirishdan ilgari Iroqdagi qarashi. Asosan Shafiy mazhabida shu yangi qarash amal qildi. Olimlar lekin 17 masala bor. Buningda yani ko'ni qarashni tutamaydi. Yani Shafiy mazhabining olimlari shunda degan bor. 17 masala bor. Shunda ko'nisini olamiz. Maqog'inda shu keyingi qarash hisob. Nima uchun ko'ni solamiz deb turadi? Yangi ana bekatlarda chunki ko'ni qarashninki delili sayyidi so'rab, delillikni ayt kuch qilib qolsa, gerçi kim İmam Şafii hamda boshqa bir nimani ko'z tutib, izdod o'zgarib o'tkazgan bo'lsa-mu, keyingi mazhabiningki delili anda kuch qilmasa, Şafii mazhabiga olimlar u keyingi gapini o'zgarib qolgan gapini hisoblay, delil kuch qilgan shu burun qarshi deb qo'ydi. Shunda masalani sanag'anlar bor shu Şafiining. O 7 masala deb baqtirdi. Ve faidatul farqi mana talaq deyish bilan fasq deyishning farqi nima?
Hal yu'taddu bihi fi at-tatliqat amla. Üç talaqning bir nurmus kıyamdı kıymamda. Mesela bu ayda bir xula qilishibdi bular. Ilgari ish qatim talaqqiga vaqa barkan. Ma xula bilan so'nglan buda yana bir yarashay deb qalsa, bir oydan keyin ya iddat to'shab, qilgandamas, ya iddat ishli olsun. Yarashay deb qalsa, uchinchi talaq deb qalsa buni. Bo'ldim boshqa aytagin so'nmaydi degan gap chiqdi. Agar bu fas qilib qalsa, birinchi ikki talaq olgan ekan, ma bir talaq hisoblanmasa, yana bir fursat bor degan gap. Yani bunun cho'ng farqi bor ishkan. Va jumhur man ra'a annahu talaqun yaj'aluhu ba'inan. Ko'pchilik olimlar buni talaq deb qaradi. Mesela İmam Malik desin ama Ebu Hanife mi talaq dedi? Bu İmam Ahmed'in bir rivayet. İmam Şafii'nin bir sözü mü? Mesela bilce değil. Daha önce bu cumhur oldu. Bu talaq deb qaragandan keyin bu talaqning turi qandaydi? Raji'i bo'lamdi, bayin bo'lamdi. Desa bu bayin bo'ladi deb. Millet bayin deganimiz endi bu baynuna kubra olmaydi. Faqat oldida ish qatim talaq bo'lgan bo'lsa, 3-chi talaq hisoblanib baynuna kubra bo'ldi. Yani başqa ayet egmasa, bu bilan bo'lishmaydi. Ammo baynuna so'ra olib, ilgari bir ikki talaq bo'lmagan bo'lsa, ikki talaq bo'lmasa, bir talaq bo'libdi, talaq qilmaydi. Dastlab bunda bo'lgan bo'lsa, yana to'ylik bilan, yana nikoh bilan nima aloqa? Demak, bu bayn bo'lib ketadi debdi. Li'annahu law kana liz-zawji fil 'iddati minhu ar-raj'atu 'alayha lam yakun liftidaiha ma'na. Bunun tahlildan da bayn deyishda iddat ichida, ya'ni yana aloqadigan bo'lib qolsa, bu yerda otayda pulurib nimaga nim foydasi bo'ldi, bu shekilni bayonning foydasini bo'ldi debdi. Amaliyat foydasi yo'q emas, banda. Juda pulda bundan nima qilib ishini bo'shtibdi bular. Tejribasi orqabdi, buni so'shiribdi. Keyindan bo'lishib desa, bo'lishi mumkin. Xuddi masalan, talaqning 3 talaq qildik-ku, 3 talaq huquqini bor. İkinci qatimda qaytirib olsa, u birinchi talaqning foydasi bo'ldi demaymiz. Bunun foydasi bor. Çünkü bir qatim da yolg'iz yashab boqadi bu. Ondan bizdan sapaqab, o'yinib boqib, endi bir savoq olgandan keyin ikkinchi qatim qaytib. Qo'lama shu. Mesela zalim bunun bilan bo'lshammaydi ekanmi deb qat endi qiza ajrashmasam bo'lmaydi deb butun to'yliqni ola deb ajrashibdi bu. Ajrashmanga bunday qarasa dunyo ishlarida o'zlagandek emas. Ben hata qildim, aldiraqsizlik qildim deb uni keyin yarasi shu an bu baynun deb tutdilar. Raji'i deyish kerak. Amaliyotda pul to'laganning nima foydasi bo'lsa, keyin yana yarashadigan bo'lsa, shunda tejriba sabab qiladi. Bu 3 talaqning foydasi yo'q, 5 talaqlar huquq bahsi qildi desa, 5 qatim talaq qilib yana qaytirib olsa, yani 5 talaq qilib yana qaytirib olsa, u talaq keyin yarashishning foydasi degandek foydasi bor. Bayn demakchimi? Bu talaq bayn degan Cumhur mu ya Ebu Hanife mu ya? Ebu Hanife deyiş mümkün. Ve kâle Ebu Thawr illem yekun bilafdu talaq lem yekun lehu aleyha rac'a. Ebu Thawr deptiken ki talaq lafzılan bulmağınla bolsa qaytanmaydı. Eğer talaq lafzılan bolsa talaq degende adet qaytish barda. Daha onken lafziga qaraymiz. Talaq deb ağzından chiqqan bo'lsa, shu qo'llashgan chaqda qayta oladi, qaytirib oladi. Yani shuni istashibgan bo'lgan taqdirda, agar talaq degan so'zni ishlatmay, qo'lla so'zni ishlatgan bo'lsa, qaytish yo'q. وإن كان بلفظ الطلاق كان له عليها الرجعة. احتج من جعله طلاقا بأن الفسوق إنما هي التي تقتضي الفرقة الغالبة للزوج في الفراق مما ليس يرجع إلى اختياره. أما شو قلنا biz talaq damdoq, tasq damdoq degan talash bo'lganda. Ko'pchilik buni talaq deymiz deganda, mush ko'pchilik bunda dil ko'rsatdi. Nima uchun buni fasq demay talaq deysa desa, fasq degan er kishi ayrılışda öz ixtiyorligi bo'lmay majbur zo'mzo bo'lib qolgan ahvolda buni fasq deymiz ko'pincha ahvol. Masalan, ayol musulmon bo'ldi, u kofirlik holatda emasdan. Shunga o'xshash bo'lib qolsa, yana masalan to'g'ri bo'lmaydigan holatda bir nikoh qildi. Shariat uni nikoh qilgan. U chog'da u taloq qilma, qilmaymi, qo'yib birdim, qo'yib olmaydim ixtiyorlik yo'q. Ma'voda qonunsiz nikoh qilib qattiq qazi nikoh qiladigan bo'lsa, bu fasq bo'ldi. Erning ixtiyorligi yo'q, majbur cho'lkizgan holat bo'lsa fasq bo'ldi. Yani taloq degan erning o'zining ixtiyorligidan qilgan narsa. Unda olki bu xulmi er rozi bo'lsa, undan bo'lgan narsa bo'lgandan bu taloq doirasiga وهذا راجع للاختيار يعني هذا الخلق راجع للاختيار ده فليس بفسخ. واحتج من لم يره طلاقا Emde karşı taraftakiler bu talakımız fasq deganning dalili yani Allah tebaraka ve taala zekara fi kitabet talaq faqala at-talaq marratan talaq ayetida şu talaq degan chaqda at-talaq marratan
deb agar 3-qatim taloq deysa deganning oldiga falajnalina fi maftadat bihi deganni qistirib qo'yadi. Summa zakara al-iftida mana. Summa qala fa in talaqa fala tahillahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra. Demak 4-qatimda andın fa in talaqaha fala tahillahu dedi. 4-qatimda 3-taloqning gapini qildi. Agar u xuloni taloq deb qarasa, bu 4-qatimliksa bu 4-taloq bo'ldi. Xul 3-taloq bo'ldi. Bizda 3 taloqlam bor. Demak bu 4 taloq bor deganga chiqib qoldi buningda. Lekin unda bu shart emas. Yani bu 3 taloqning gapini qilib bu 2 taloqdan keyin bo'lsin xul degan, 1 taloqdan keyin bo'lsin, ya taloq qilmay turib dastlabda xul bilan ayrilsin, o'xshash shu. Agar Qur'onning tartibi bo'yicha bo'lsa, ma'lum hozir dalil bo'yicha bo'lsa, xul degan 2 taloq qilib bo'lgandan keyin undan 3-qatimda undan joiz bo'lgan narsa deganga chiqib qoldi. Unda o'zim 4-taloq deganga to'g'ri chiqmaydi. Samolyotda xula degan birinchi qatimdimi faqat bir qatimni taloq qilib boqmay xula qilsa bo'lamdi bu munda. Bo'ladi. Unda 3-qatimni shart emas uni. Ma'lumda maqaris tarafning dalili. Lekin bir mazhab fikrimmi bo'lar hadisning dalili degan maktabda kelmoqda. Shu Sabit ibn Qaysma, Sabit ibn Qays. Sabitning ayollar boshini qaytirib berma dedi-ku. Degan chog'da Rasululloh bag'ni elatsa, talliqha tatliqa deb buyurgan. Uni bir taloq qilib, bir taloq qilib degani shu xula hozir bir taloq bo'lsin demakchi. Rasulullohning muslim. Mushu xula qilish voqeasini bir taloq tushidi Rasululloh demakchi. Ularning bu taloq bo'ladi bu. Agar bu xulani taloq desalmayamiz, talliqa tatliqa deganning qaysi? Ya'ni erga taloq qildiku mana. Ma'lum dalil kuchli qoldi. Yani bir mezhebning asoslanganı shu. Şey pulni berib foyda nima demoqchi. Wa an haula anna al-fusukha taqa'u bit-taradi qiyasan ala fusuqil bayan. Yani iqala mana. Demak bu so'zatga qiyas qilib, xuddi so'zni deganday. Bu so'zni qildi kim ayol hozir men yana olay desa, har ma'qulda do'konchi xuddi pulni qaytarilib mana endi qo'yganda. وعند هؤلاء أن الفسوق تقع بالتراضي قياسا على فسوق البيع. Demek müşkiler razılaştı. Razılaşkan iken bu sorunu amelden kaldı de. Daha önce manikâmı amelden kaldı. Demek bu fesik demek. Asıllıklar. Davud-u Zahiri ile İmam Şafii. وعند المخالف أن الآية إنما تضمنت حكم الافتداء على أنه شيء يلحق جميع أنواع الطلاق. عند المخالف يعني المخالف جمهur nişe. Cumhur ağının ayetten ekeyen delilginin döptü. Biz bayatından dedik. Bu ikinci talaktan kiyinlam andın bulduğu iş emez bu. Şu birinci talaktan kiyin, ikinci talaktan kiyin ya ki birinci talak bulmasın deslap kılıp kulu olsun buna yurduğun narsa o. İkinci talaktan kiyinki aletki bağlılık emez. Lakin bunu üçüncü talak da bir sorulmayız. Bütün aşı talaklığa çetişik narsa bu. La annahu şey'un gayru talaq. Demek bu talaqdan başqa bir narsa deb andın manda hisoblaymiz. Shu talaqqa munosabatlik bir gap bo'lg'achqa qiyas qilib qildi. Ya'ni har qanday talaqqa chetishlik narsa demak ekan. Demak, ash talaq hozir xula bo'lsa-mu, ashuni talaq deydi. Shunday demak. Xuddi bu deydi, talaq maratan degan. Birinchi talaqmi, balki shu xula bo'lishi mumkin. Shu xul, ya'ni bir talaq deysiz. İkinci talak mı belki xula bo'lgan taqdirda mushum bir talaq. Demak, ashunda xula shaklda bo'lsin yoki unda qilolmaylam o'zining og'zidan chiqarib talaq desin, talaq shu ikki qatim bo'ladi degan. Unda uchinchi talaq deganimiz o'chada xul masalasi bor. Uchinchi talaq desa, tanim qildi. Ya'ni ama uchinchi talaqni xula bo'lsin. Uchinchi talaq deymiz shuni. Shundan bu hamma talaq hozir xulaga yana bog'liq qildi. Bu o'zi degan talaq bo'lishi mumkin, xullar orqali qilgan talaq bo'lishi mumkin. Yo'q, bu ikki talaq, uch talaq, shunda talaq unisidan bo'lishi mumkin. Pulni qaytarilish orqali xullar shaklida bo'lishi mumkin. Hammasi talaq degan ma'no bo'lishi mumkin. Bunda shuni bo'lganda ikki talaq qilish var dedi. Bu ikki talaq deb tulanmay qilgan talaq bo'lsin, yoki haliqidek ikkilan o'ytanmayganimizda pullan qilgan bo'lsin, shu ikki qatimlik bilan fursat var. Uchinchi qatim bo'lsa, fursat yo'q. Deb ayada talaqning ikkili turining nisbini bayon qilyapti. Ve bu ikki qatimlik talaqda pul elib qilgan bo'lsin, pul olmay normal qilgan bo'lsin. Hozir da'vat qilganda, va da'vat qilish ikkinchi so'zlik o'lmalar. Buni birinchi qatimda qilganda talaq hisoblamaymiz buni. Bu degani xuluq, bu degani fasq deb hisoblaymiz. Hozir mushrik degan gaplari nima? Musadara alal matlub. Hozir g'alva shu fasq hisoblamda qarshi taraf
fas deb hisoblamaymiz deb unmayapsa, sizlar unmagan adam qo'yib, mana birinchi qadamda hisoblaymiz deb xuddi qarshi taraf ma'qul deb turgan narsa cho'ylab oyatning nimasidan ta'birimizni. Tamam, hozir ikki taraf oyatni dalilimiz, hadisli dalillarda. Hozir shuni deganlar, musabbat balaqu marratan degandan hozir Alloh taolo xuluqning hukmini o'qib qo'ydi. Shunaqmi? Xuluqni bayon qilib berdi Alloh taolo. Uning keyin 3-chi taloqning gapini Alloh taolo oyatning 5-chi so'zlab ketdi. Demak, bu xuluq deganning hukmi taloq bilan hech qanday munosabatsiz ayrim bir hukm ekanligini bu yerda Alloh taolo ayrim degan so'zdan ayrim bir hukm ekanligini tushundim. Onun keyninden sizler eğer buna bakma ikki talaqning keyindagi ayrim hukm şunun bilan sen 3-chi talaq deb hisoblab yoki shunda baynuni kubra avlado deb hisoblasam bu qanday degan gap? Agar birinchi qilib qolsam-chi sizlar yo'q men bunday hisoblagan buni yo'q buni men ikki talaqning keyindan digilgan holatda hisoblanmadi. Xuddi ayrim bir hukmda hisoblab tamam. İki talaq nima demaganda şimdi degan vaqtda quruq qildim degan bo'lsa, bu nikoh xuddi yo'qdan ikkisini o'tirib bir narsa. Hisoblash gap. Hozir sizlar ayrim narsa hisobladim degandan 4 talaq bo'lib qoldi degan gap chiqmaydi. Talaq deb hisoblasizlar, endi talaq qolgan vaqtimizda 4 talaq chiqmaydi demak. Hozir ashunda 4 talaq bo'ldi degan gapga endi ma'lumdaydi. Yo'q, u 4 talaq degan u qaras bu yerga kelmaydi. Nima uchun? Yani talaqning gapini qilib, siz buni menda pulni qaytirish orqali qilgan xulanimi bu ayrim bir narsa o'ylab qolman. Ash ikki talaq pul qaytirgan holatda bo'lsinmi? Ash ikki qatim menda fursat va pul olmay talaq qilgan bo'lsin fursat va 3-chi qatimda pul elib bo'lsin, pul olmay bo'lsin. 3-chi qatim bo'lib qolsa, talaq bu chog'dan tatilgan so'zlar. Shunday boshqa er tegmasa u erga qaytanmaydi. Ma'no tushunishmi? Nima hozir sizlar tushunchini musallam bir narsada qarshi taraf zot ma'qullash kerak narsada unda tanilmaydi. Avvalni tushunishi, ma'lumotni tushunishi. Endi hadisda va talliqa tatliqa degan bir so'z bor. Bu hadis qo'yaymi? Unda uniki bu yerda oyatdan bunda tahlil qilishga ehtimollik bor. Bu dalolat hozir qaysi dalilga dalolat bo'lishi mumkin? Bu oyatda qolib, dalalatul tahva ya dalalatul ishara bo'lishi mumkin. Zohir yoki nas emas bu dalolat. Ikki tarafga. Hadisning muslim mana deb tursa, innahu shay'un ghayru talaqin talaqdan boshqa bir narsa emas, bu talaq chekishlik narsa demakmi ya? Yani boshqa narsada undan o'qima shu talaqning shu bir turi. Shu talaq, shu biz talaq degan narsa pul bilan bo'lishi mumkin, pulsiz bo'lishi mumkin deydi. Pul bilan bo'lsa shu xula. Xuddi talaqning ay bir turidek hozir. Yani ishilgi narsadek. Rasululloh talaqa tatbiqa degan gapning nima foydasi kerak bo'lsa. Nima xuddi mishalda mush talaq hisoblaymiz shuni. Bir talaq qil. Mush talaq hisoblanadi. Talaq qil deganda bir talaq hisoblanadi. Agar fasq bo'lsa talaq qildirishning foydasi. Burun bo'lgandan shundan nimadir? Yo'q hisob qilyaptim, amaldan qoldiryaptim. Talaq qilish hojasiz degan bo'ldi. Model kuchli. Islam zohiriga vaqtlarda ham talaq bo'lganlikda ham talaq darajasi bo'lganligi emasda. Tatbiqa degan ekan, ha? Masalan, ayol kishiga nisbatan zulm bo'lib qolmasin. Talaq raj'i bo'lib qolsa. Butun modni ham eli bilan mehrni iddat ichida men xotin deblar. Endi bu boshqa masala. Qaytadi. Endi agar qaytursa, u pul molni yana qaytirish kerak degan gap chiqamdi, chiqmaydi. Yoki yangidan to'yli qolsa degan gap chiqamdi, u boshqa. Chunki sen hozir to'yliqsizlanma hozir xotinni olganda bo'lib qolsa. Yo'q, iddat ichida talaq hisoblasak, tamam. Zodi aytishni huquqi bu. Tamam. Qani huquq bo'lsin. Pulni olmagan bo'lsa shuna huquq. فسبب الخلاف هل اقتران العباد بهذه الفرقة يخرجها من نوع فرقة الطلاق إلى نوع فرقة الفسق أم ليس يخرجها؟ يعني فلسطين سببنا مش بالناس يفرق تقبض. Bu bolsunun misal bir bedel elip talaq qilish, yani bedel elip ajrashish degan bir gap bor. Bu bedel elish bo'lgandan bu talaq turiga kirmay bu nikohni tigidin amaldan qoldirib chuvitish dairasiga kirgan bunda ayrilishmi yoki unda bo'lmay shu talaq dairasiga kiramdi? Masala shu deydi. Endi dalillar ham seçilibdi balki. Dalilni tushunishdi. Hadisni tushunish, oyatni tushunishga seçiladi. Demak bu ikki xil qarash bor ekan. Talaq, fasq. Asosli. Imom Shafi'ning kinoya degani ham shuna bir ajraq rivoyat.
Bu mu daha talashda qattiq bo'lgan masalalarning birisi. Ikili taraf jiq dalilini kelib chin tuğan. Asallıqcha bunda direkt qilinmaydigan masala. Al-fasl ar-rabi'u fima yalhaquhu min al-ahkam. Ana mush xolayga shetishlik munosabatlik boshqa ahkamlar. Qachon parat ahkamlarni buni bayon qilib qo'yamiz dedi to'plab. وأما لواحقه ففروع كثيرة لكن نذكر منها ما شهر مشروع المسألة أنشونش بباسق قوله أن ترمقلر وكبد فمنها هل يرتدف على المختلعات طلاق أم لا Rasulullah aşağıda şu işkelerini kolayga tutuşturup koyuyorsun ama onu buyurgan tatlıqa tatlıqa buyurdu. Bunlarga bu xola laqasini tutuşup boğanki aqıdan bir anda talaq qilish kerakmi? Har qanday qo'lga tutishgan Şıplak talak değil çıkarak mı? Evet de değil. Diletken iken bu otomatik talak diyen gap çıktı. Ya talak deniz şey olmaz. Resulullah talak kılıvat dedi. Bir talak kılıvat dedi. Talak demekti. Ya da davana sorap koygan imma kılınma ve bir talak kılıvatla demekti. Pulunu yaptı. Bako. İşte azizsizlikle şundan demek kılışıptı. Bunda ahvalda kanda bulundu. Ya ki şu talak değilişinin zaten hükmünü mü? فقال مالك لا يرتدف إلا إن كان الكلام متصلا. Şu xolu meselesini qılıp lan şu çağda aqdilla ma talaq deyilsa bu maylidir. Ama bir müddet ötkendan keyin bir gün o'tkazdi, bir hafta o'tgandan keyin ha talaqim endi deyman biz talaqni deb menda demaydi. Yani şu qiziqida bir talaq desa bo'ldi. Rasululloh shuni buyurgan bo'lgach. Ammo u so'rin tuga, amma uy ketib qo'ygangan talaq deb demaydi. Şu diplomalar şu fırqa şundan bulandı ya ki bu talak degan dipti muhtajmı değil. Şun var. Anda Resulullah'ınki ayında buyruqadır. Buyruqning sübtini mi? Bayan şer'a. Ayında talak qilish vacib mi? Ya ki mustahab da irshadi maslahat tariqasi degan mi? Ve qala Şafii la yartadifu ve in kana al-kalam muttasila. İmam Şafii de afasda turvaqasqa. Ve talak desa afasdini bir bakava dedim. Unda talaq qilib jumaydi o'rdi. Rasulullahning hadisi seyretisi. Şuna İmam Şafii keyin yeni olgan bu so'z. Jedidda talaq degan. Jedidda talaq deb turadi. Söz tutash bo'lsa yine shu. Yani hech qachon talaq deb jumaydi. Bo'ldi. Qulay olsa shunda ayrildi. Bu talaq desang hojatmi yo'q deydi. Wa qala Abu Hanifa yartadifu wa lam yufarriq bayna al-fawr wa at-tarafi. Abu Hanifa aqidin bir talaq bermadi. Sunnatga eng loyiq Resulullah vatanlıqa tatbiqa dedi mi? Bunu da talaq qil degan bir buyruq kelgan ekan, Resulullahning shu buyruq bo'yicha ish qilinmaydi. Bir talaq qilamiz. Hozir desin, ya kerak desin, deydi biz talaqni deb. Ama İmam Şafii'ning rasimdagi hadisning sayyidan shu mislam aniq xilofda ko'rdim qolgan. Balki boshqa o'ylaganmi? Agar Rasululloh tatbiqa degan tursa, ya talaq qilmaydi desa, xudo Resulullahning bu buyrug'ining bikadak. وسبب الخلاف أن العدة عند الفريق الأول من أحكام الطلاق. Talaqın sebebi birinci grup tikilinin nazarında iddet diyen bu talaqның ahkamlarının biridir. Yani talaq olsa andi iddet tutuş var. Demek bu Malik Şafii'nin karşılığı getken. Ebu Hanife yak iddet diyen bu nikah çetişkiş. Nikah çetişler. Nikah çoğulsulam talaq arkalık çoğulsun, fesq arkalık çoğulsun. Bir nikah bo'lsa, shu nikahga chiqish bu iddat degan. Nikah chata qilib buzrasimi shu iddat tutish bog'i, shunga o'xshash deb qara. Validalika la yajuzu indahu an yankiha ma'al mabtutati ukhtaha. Demak, iddat hozir nikahning chetishligi bo'lg'achqa, birisi bir qizon og'am bo'lsa, bir ayol borki, buni uzil kesil talaq qiladi. Shuni talaq deydi masalan. İddet tutayotgan chog'da uning singlisini oilasidan olmaydi. Xuddi bu nikahnadir. Ay iddet tutayotgan bo'lsa, xuddi nikohsiz bari. Ikki oilasining bir vaqtda amirda tutgandek bo'lib qoldi. Shu uzilkisi iddatni tutayotgan ekan, endi u nikoh degan narsa qolmadimi? Undan ikkinchi qatimdan oilasining singlisini ola oladi. Faman ra'aha min ahkamin nikah irtadafa at-talaq indahu. Demek Ebu Hanife'de bu iddet degan nikahda chetish ahkam bu desa talaqdan bizden aqdan qilib tuzu dedi. Ebu Hanife shunday dedi. Shunami? Va man lam yara dalika lam yartadif. Yaq o nikah chetish ish emas, o talaqni chetish deb tursa, bu talaq ma'no ekan, bo'ldi bu ajrashishdan iborat. Aqdan unda talaq demisin bo'ldi. Va minha anna jumhur al-ulama
yani minha yani من الأحكام الملحقة لمسألة الخل أن جمهور العلماء أجمعوا على أنه لا رجعة للزوج على المختلعات في العدة. Bayattan gelip çelişme. İddet içinde bu uxla qilib ajrashgan ayolni qaytib olmaydi. Makranda bulanmaydi. Apulni yana apulab, yani ishim ona g'achida makada bulam, endi qaytib olmaydi. Ijmo deb buni. Demak, bayatning dinga hammasi vakolat. U qaytibasa nimaning foydasi bo'ldi deydi. Foydasi bo'lmaydi o'cha. Nima uchun esa bu yerda xulaning foydasi yo'q bo'lib ketadi. Pulni bir apulda keyin yana makada bulam uyga ketaversa, bu hozir xuddi naq pul olgandek. إلا ما روي عن سعيد بن المسيب وابن شهاب أنهما قال إن رد لها ما أخذ منها في العدة أشهد على رجعته. ما أودتونا أغام بلنا قريتوسا demek aşağı xuddi sözlü yenişkanlar yani bir yenişkandek bunda kesin meyve edipti. Andan hemen qaytırıp aldım bana. Ma toyluqni o ba'dan de guvaltib qo'yib, chunki buni tinib oldiga shu olgan ekan, rasmiy guvaltib qo'yib, unda kesin mayli edipti. Bu muvofiq qarashgan buni. Bir qarani ham qildi, lekin tushman qildi bular. Tushman qilsa, hammasini yani o'z asliga kirmas. Ibn Shahab kimda? Az-Zuhri. Chunki bundaydi, bizning dalili bor. Bu iddat ichida ash ayolni yenidan to'yda qilib nikohlab oladi dedi. Hozir yenidan nikohlab bunda olaman demabdi bular. Lekin ma qilgan qulonni asta yana yeni shaylar debdi. Demak, alaydigan ayol bu. Asli buni harom ayol emas. Undan ekan, işte asli keltirlar deb qopdi. Shundan olamaydi, bu odam aqandek. Ha, o'zal alaydi. O'zal alaydi. Sa'id ibn Musayyibdan ma'lum kelganida shart nima qilsa, shariatning xuddi o'ynayotgandek. Bu shahadislar to'g'ri chiqdi, chunki mushkillar bunda chiqaroqsin. Lekin berilgan unda bak aziz deb keltirilmaydi. Bu yerda nisbatan xuluq qildi. Uni iddat ichida o'tirib, voymen o'tibra desa, xuddi islomningki nimasini o'ynayotgandek xuluq qildi. Agar ayda qayt qilib bo'lmaydi zaten. Deydigan bir dalil o'sitdi. Bu shariatga o'ynashqanlik, bu shariat qaysang bo'lmaydi desa, sen qaysang bo'lsang o'ynashqanlik bo'ldi. Lekin unda dalil bo'lmagan ekan, bir narsa xato qilib, unda bir yenish bordi. Tushmaydigan. Unda shu o'rniga nima uchun unga bir chiqish yo'li bermayman? Dalilga qaraydi, dalilga. Yani cumhurning mu, asoslarning bor, ma'lumning mu, muvofiq holda bir dalil bor. Demak, pulni ele, andan bundan qilgan, amsa pulni qaytirib bersa, yarashadigan bo'lsa, yarashtirib qo'ydik. Bunun nima chataq chiqdi? Shuni chataq chiqdi. Bu o'yinning halol bo'lgan nimasi? Yani nikohdan halol etdi. Maqasid zavojga daxliga ochgan. Ya, maqasid nima bo'lsa, bu maqasid hozir o'yini o'yi qilish maqsadmi? Chush maqsadmi? Ya bunda. Ya izzat obro' degan narsa bor. Ayol kishi dastlabda kishi meni yaratmadi, sen qiz layoqat qilmasdan menga men xuluq qilib deb turib oldi. Ham u xotinning rayiga hokimga aytganga kishi chidamay, Alloh vahidan oldigandan shunga qolsa, sendan xotinga ba'di. Va ashu hozir o'zining karomatini saqladi shunami? Endi ayol, yo'q men seni yaxshi ko'rganman, men yolg'iz yashamayman ekanman deb, ya'ni bo'lishlar deb kelgan ekan, kuchli holatda ma'qul deb yana yarashdi. Lekin uyni uyqulamda buzishga da'vat qilindi. Maqosidlarga oiladan iborat bu qurg'onni unda yig'latmay, unda saqlashimiz. Demak, bu ayol hozir shuni yaxshi ko'rdi ekan. O'zini sinab baqdi, men ayrim yashalayman, bunlar yashamasammi deb axir bo'lanmabdi. Endi bunlar yashamasa, unda beramchilikda yashar ekan. Sekin bo'lmadiga erishtirmaydi shun bakar ona. Biroq endi undan tushirgan ekan. Yo'q, buni bu fursat bas bo'ldi. To'yliqsiz qaytira olmaslik ijmo dedi. Lekin to'yliq bilan qaytirish mana bo'ldi deganlar bayqam uni. Qanday ijmo oldi? Hozir la raja'ata lizawj al-muhtara fil idda degani iddat ishida mushxul anmisni bekor qilib o'tmaydi. Yeni olinmaydi dedi. Lekin Zuhriydan Musayyibcha yeni varasi bo'ldi dedi. Bu yer ijmo degan gap yo'q aslida. Mashkelan bu mayda to siz mava degan olamda bedellenip yenovas bo'ldi. Bedellenip yenovas bo'ldi dedi mava. Avval yo'q bo'lmaydi dedi. Bu shunda ijmoni qanday deydi masalan? Ibn Shahab ijmo emas, ijmo emas.
icmo emas degan xilof shaz bor deymiz. Wal farqu alladhi dhakarnahu an Abi Thawr bayna yakunu bi lafz at-talaq aw la yakun. Abu Thawrmo talaq degan so'zni muqisa, ani qaytirilish masalasi bor. Talaq deganni o'qilmasa, o'chada fasq deb qolsa, qaytirilish yo'q deb qaragan bo'ldi dedi. Bu so'z talaq lafzining shu so'zga qarab boqamiz. Qaysi so'z bilan qulub bo'lgan desa, talaq lafzi bilan qulub bo'lsa, qaytish bor. Lekin qaysi shu to'liqni andin, og'ini yana qaytirib turdi dedi. Navhan mashkelengan nima Abu Sa'id qo'shilgan bo'ldi. Juz'iy tarafdan bir tatilish bor. Talaq lafzi bilan bo'lgan ahvolda. ومنها أن الجمهور أجمعوا على أنه له أن يتزوجها برضاها في عدتها. خلعنا بكاء قلبت تقدمي شو إدتها ينظن طولقنا يعني ينبري ينبي نكالب الله يجزا الله يجزا. وقال فرقة من المتأخرين كين كعالم لازم برقب عالم لا يتزوجها هو ولا غيره في العدة. وإدت شدان ويزن برنقي روزن başka روزن هيش قاسة alınmaydı ona edipti. Demek özden erimi başka yatadan mı onu iddet tuşkanlıkı alalıydı. İddet kişide alanmaydı. Bu iddetini xuddi bir nima, bunda iddet tutuş va kaza deganni nishadi. Allah Taala bunda buyurgan shunda ta'abbudi bir narsa bu. Uni yo'q bu balaning nasibi aralashib ketgan ish yo'qda. O'zining iroas bo'lardigo deb bunda aqlimiz bo'yicha tahlil qilmaymiz. Va sabab ixtilafihim هل المنع من النكاح في العدة عبادة أو ليس بعبادة بل معلل iddet içinde nikah kılmaysa hiç bulunmaydı diş bu ibadet tarafından diyen gap mı? Yani bunun sebebini düşünmeyin. Allah Teala da kılma diyendek bunu keltüdü. Bunun mağazını düşünmesek mi? Şu boyunca amal kılışımız gerek. Diyen bunda daire geçirdiğin nasıl mı? Ya ki biz ya bu iddet içinde toy kılmaz diye yatadığımı toy kılsa nesap adışıp geçti. Lekin özünün burunqi yeriga nikahını kılsa nesap aralışıp yok. Bunun illetini biz düşünmez. Mesela talaş tartış meseleliyki sınavı. Vaxtalafu fi iddetil muhtaliati xulalashib ajrashgan ayolning iddeti masalasini ixtiloflashdi. Buni biz keyin bayon qilamiz. Vaxtalafu idza ixtalafa az-zawju waz-zawjatu fi miqdar al-adad alladhi waqa'a bihi al-khulu'. Hamda bu ayol hozir manch pulga deyishib xulalashgan degan masala talash tartış qilsa, mumkin deyishgan. Yo'q, men 20 koy bergandim. Bunda talaşlar xuddi mahrda talaşlar chiqqan masala o'tdi-ku. Bunda ahvolda kimning gapi hesab bo'ldi? Faqala malik al-qawlu qawlu. Erning gapi hesab dedi. Illam yakun hunaka bayina. Guvachi ya hujjatlashgan, ya bijat tizimlatgan bir ish bo'lmasa, isbot faqat yo'q bo'lsa, o chog'da erning gapi hesab. Pulni bir adam chintasi. Va qala Shafi'i yatahalafan. Isbot bo'lmagan ahvolda ikkilisdan qasam talab qilamiz. Ikkilis qasam qila olsa, o chog'da mahrimisligi qaytmaymiz. Agar birisi qasam qilinmasa, qasam qilganning gapi gap. Ikkilis qasam qilmoqchi. شبه الشافعي اختلافهما باختلاف المتبايعين. سوى اختلاف ثلاث وقال مالك هي مدعى عليها وهو مدعي. İmam Malik xuddi bu dava meselesiga. Mesela Müslüman pulum bardı, mağanın tenavaldı degandek dava meselesiga kelib turib, ayol hozir tanğuchidek yoki boshqalar mening haqqim bor deb da'vo qilingan odamga qarab, erni da'vo qilish qilib, "Men pul to'lagan buningga." Ayol yo'q, "Uncha pul olmadim" degan bo'lib, bunda qarab. Va masal hada al-bab kathiratun wa laysa mimma yaliqu biqasdina. Bunda tarmoq masalalarini qilsak, 50-60 biroz masala chiqishi mumkin. Kim maktabda biz maqsad qilgan umumiyatda shu cho'ng mashhur masalalarni bayon qilib, endi boshqa masala mushun asosan tushunilgan deydi. Demak, bizning bayon qilgan masala usul xarakterlik masalalardir. Zalimanda qancha bir masala kirmaymiz. El-bab ar-rabi fi tamyiz at-talaq min al-fasx. 4-bab talaq bilan fasxni hamda qanday ayirmaymiz. واختلف قول مالك رحمه الله في الفرق بين الفسخ الذي لا يعتد به في التطليقات الثلاث وبين الطلاق الذي يعتد به في الثلاث إلى قولين. فسخ olan takdirde bu 3 talak verdi hesaplamaya tuttuğunu.
Fes qanday hisoblanmaydi deydi. Endi talaq o'zi hisoblanmaydi. Endi mushada bunda bir ajrish bo'ldi dedi Imom Malik. Mush ajrishni hozir talaq hisoblandı, fes hisoblandı. Nimaga asosan endi talaq deydi, nimaga asosan fes deymiz? Mush ajrishga ya talaq ya fesda sifat qo'yishda nima e'tibor bilan bunda sifat qo'yamiz degan masalada İmam Malik'in işkil qarash var. Şu üç talaqda, üç normaga fasxni çizmaydi. Eğer talaq olsa ondan bir norma koygan bo'ldi. Lekin fasx qilyapsa o norma koymaydi. Lekin bu talaq deyish ya fasxda baholash masalasida İmam Malik'in işkil qarash var ekan. Birisi annan nikah in kana fi khilafun kharijun an madhabihi, yani fi jawazihi ve kana khilafun mashhuran فالفرق عنده في طلاق مثل الحكم بتزويج المرأة نفسها والمحرم. Yani İmam Malik hazır, bir qarashda deydi. Mening mazhabimdan sirt, yani başka alimlar, menden başka alimlar bunun başqacharoq bir qarashi bo'lar. Ama bu qarashimiz o'xshashmaslikdan natijasi biz qattiq do'lilashib ketgan. Hammalarninki asos xili kuchli. Bunda hammadan chingtigan bunda masala bo'lib qolsa, bu chaqda bundaroq baholayman buni. Yani başqalarninki chingtirib olganligini, qarshi fikrda bo'lganligini ko'zda tutaman emas. Yani boshqa xilofli ulamolarga e'tibor qilishadi. Demek xarji mazhabga o'zimning İmam Malik desam aslında o'zimning qarashidan başka alimlar boshqa qarashda bo'lgan. Ama ulama o'zining qarashlariga har dalilni ekegan. Bu o'ttirda bas munozirulda maylanning qarashi shunda dalilga tayinib talashtash bo'lgan masala bo'lsa, men sal buni ko'z tutib mundaroq binoat deyman. Agar bu hamma boshqalar ixtiloflashmagan bo'lib qolsa, unda men qo'rqmay undan deyitaman emas. Mesela, benim mazhabimga tutgan qarashimga xilof kelgan ulamolar bo'lib qoldi. Bir masalada, Ondan bu talashtasini qila jalliq, boshqaning dalili kuchli. Va kana xilof mashhuran, qaviy demoqchi. Buning dalili bor boshqaning. Bunda bo'lib qolsa, fal furqa indahu, demak men bunda qarayman, talaq deb qarayman deydi. Mushunda masalalarda fasx hisoblanadi, talaq hisoblanadi deb ikkini o'ttirib qolsam, talaq hisoblayman. Mesela el-hukmu bi tezvicil mer'ati nefsiha. Velisiz nikah qilishdan. Mesela ayol kishi velisizmi o'zi ashini aytganlaydi degan masalada İmam Abu Hanifa tushuntirdi buni. Delilimi kuchli. Al-xilaf mashhur. Undan ekan men g'achida undan deyotmay, bu masalada sal ehtiyotliroq qilib bu talaq topdi. Bu shart hisoblanmoqda. Nikahning sahih bo'lishida İmam Malik rahimahullohning ko'z qarashida veli Öyle şartlar. Veli olmagandikan asli mazhabida nikah batıl bo'ladi. Fasxni tutib demak chektasida. Ha, fasx bo'ladi. Lekin Abu Hanifa yo'q, bu nikah hisob bo'ldi deb tushuntirgan ekan. Abu Hanifa u odatga de bo'lgan ekan, dalilimi o'zgalar bo'lgan ekan, yo'q to'xta. Buni talaq hisoblaydi ekan. Ha, bu ikkisini arifimiz lekin talaq bilan. Talaq, hozir bu talaq vaqasi bo'ldi. Talaq bilan ajrashdi degan. Fasx bilan ajrashdi demaydi ekan. Bir bo'ldi masalan shu. Talaq bilan ayrılgan bilan fasx bilan ayrılgan. Agar talaq bilan ayrilsa, keyinchanda to'g'ri bir nikoh qilib, vali bilan nikoh qilib ki uy tutgan bo'lsa, burun bir talaq ko'ygan bo'lib qoldi. Fasx bo'lsa, 3 talaq yana saq qildi bor. Undan boshqa yana masala bor. Lekin muhim farqlardan boshqa masalani so'rayapman. Undan başka meselelerdə belki şu miras eliş, mesela iddet işide biraz ülkesi miras eliş degəndək, anda fasx olsa məhrini qaytırış degəndək, duxluqılmağan olsa mesela məhrini qaytırış meselesi kelib çıxdı. Şuna oxşab 3-4 meselede farq buluşı mümkün. Hem de ikinci mesele misalında ihram bağlayan kişi nikah var. Biz yukarıda nikah babında nikahın to'salg'ulari degəndək nimada ihramlik holatda bo'lib qolish ahvoli, vaqtliq to'yqlanmaslik sabab bo'lgan to'salg'ular endi tuqqan. Ihramlik holatda nikoh qilish bo'lamdi, bo'lmamdi. Abu Hanifa bo'ldi degan. Balki boshqa mazhabchilarning ixtilofini ko'z tutgan bo'lishi mumkin. İmam Malik Abu Hanifa'dan billa deb qarsalar, bu chora Shafi'i Hanbalining qarshi fikrda bo'lganligini ko'z tutib, buni nima deydigan, buni taloq deymiz deydi. Fasx demaymiz. Yani muşandan bilaramizki İmam Malik bu nikah muhrim la yecuz degan qarash. İmam Malik o'zi o ihramga qarab nikah bo'lmaydi degan qarashda. Lekin Abu Hanifa bo'ldi degan ekan, hozir ham buni ajrashtirayotibmi? Ajratayotganini
Nikah hesap degan ekan, taloq deb bunda sifatlayman bu dani. Fasda sifatlamadim. Demak, boshqa olimlarning boshqa qarashda bo'lganligini ko'z tutganligi bu. Demak, Imom Malik anda taloq ya fasda baholashda qanday yo'l tutgan deb shuni tahlil qilishga iborat. Manda ahvollarda taloq deb manda hisoblayman. Manda ahvollarda fasda deb hisoblayman demoqchi. فهذه على هذه الرواية هي طلاق لا فسخ. تزويج المرأة نفسها من غير ولي والزواج في حالة الإحرام بالقاسة أنكين بنا أجرشتراتك شكنا طلاق بيدكمس فسخ بيدكمس إمام مالك من مسويته. والقول الثاني على أن الاعتبار في ذلك هو بالسبب الموجب للتفرق. İkinci qarashda bu ajrashishga sabab bo'lgan, ajrashishni keltirib chiqargan sababga qaraymiz. Nim bo'lib bu yer ajrashish kelib chiqdi. Sabab nima deganga qaraymiz. Fa in kana ghayra raji'in ila az-zawjayn mimma law arada al-iqamata ala az-zawjiyyati ma'ahu lam yasih. Agar bu ikkalanning qo'lda bo'lmay ajrash masalasi. Bu ikkala o'ytitimiz deb qasimiz zada yo o'ytsanmaysan deb majbur shu o'ytilgan ahvol bo'lib qolsa, chataq nikoh qilgan bo'lsa bular. Nikoh qilish durust bo'lmaydiganini olibmiz. O'zining singlisini olibmiz. Abjad ishida olibdi. Boshqa erning ayolini olibdi. Boshqa erning amirlik ayolini olibdi masalan. Ya mahram bilan to'y qilyapti. Bunda o'ytitiverli desimi, unda ixtiyorlik yo'q. Majburuna shar'iy mahkama qanday qilib chuvitdi. Manda ahvol bo'lib qolsa, bu ikkalanning qo'lda bo'lmaydigan narsa bo'lsa, fasx deymiz. Misal nikah al-muharrama bir-ridama. İmildashlik tarafdan bu tuqniga masalasi, yani nikah bo'lmaydigan ekan. Bu nikah yoki nikah orqali harom bo'lib ketgan. Masalan, boshqa bir erning qo'ldagi bir ayolni buni olmaydi. Buni harom bo'lgan ayolni olsa, bunu nikah qilyapmiz. Yo'qma o'chtirib o'sha ayolning bulasini olmaymiz. Lazım bu fasx. Nikahni tigida amaldan qoldiradi. Qonun xilof ish. Al-iddatu aw nikah fil-idda. Yo'q boshqa bir taloq qilayotgan, iddat tutayotgan ayolni olsa, uni fasx qiladi. Yo'qma o'chtirib mayla iddat toshmasmay eriveray desa, o'lmaymiz. Bu fasx bo'ldi. Taloq qilayotib iddat tutayotgan boshqa ayolni elvasi bu. Onun nikah qiladigan o'xshash. Va in kana mimma lahuma an yuqima alayhi, endi ikkalan yo'q bo'ldi, men rozi uy tutaveray desa, mayldaydigan ahvol bo'lsa, masalan, ar-radd bil ayban, masalan, bu ayolda endi kasallik bor ekan, ya erda kasallik bor ekan deymiz. Jinsiy munosabat qilolmaydigan demak, manda ayb bor ekan, uy tutmayman deb, ashun bana qiz jinga o'tirgan sababini bayon qildik qo'yamiz. Har turli kasallik bo'lsa. Aslında bir eplab qilib, o'chaqda bo'ldimi, nikohimizni tushirsak bo'ldi ekan deb qolsa shariy mahkama. Qarshi taraf yo'q bo'ldi, men rozi uy tutaversam bo'ldi, tutaveray desa, mayli bo'lgan bo'lsa, ixtiyorliqida bo'lsa, o'chaqda taloq qildi. Bunda holati bo'lib, ixtiyorliqida bo'lib, andin ajrashtiritish kelib chiqsa, o'chaqda taloq bo'ldi deb. Ixtiyorli bo'lsa qanday? Sirtga mesela ata-onasi ularni ixtiyorlikda Müşter ajrashmayman desa, ajrashish bo'lmaydi. Ajrashmayman desa, ajrashish bo'lmaydimi? Radd bil aytdi. Ajrashaman deb talab qildi. Qiysa shuni ajrashtiribdi. Mush ajrashtirayotgan chaqda talab qildi. Lekin birinchi masalada yo'q, men uy tutaverman desa, uni bo'lganmiz. Manda uy tutaverman desa, uni emas. Masalan, ikkisidan birisida aytib ekan. Qarshi taraf yo'q bo'ldi, men uy tutaverman desa, mayli, o'zing rozi bo'lsang dedi. Ammo yo'q, men talab qilma ya ajrashishni talab qilma deb qolsa ajrashtirib chunki jinga o'tirgan bir sabab bo'ldi. Xuddi mafqudniki o'xshash. Masalan jinsiy munosabat o'tkazmaga aytib ekan. Ya erda ya ayolda. Lekin bu yo'q mayli uyda ulpatlashib o'tirib qolsa, men shunga rozi desam mayli o'tirsin. Yo'q, men bunday yashab bo'lmayman, ajrashishim kerak, ya men qo'yib berishim kerakman, uy tutmayman dedi bo'lsa, ajrashtirib qo'ysa talab bo'ldi. Masalab yapmadı mı? Ya. Şikil birbirine yaxshi ko'rgan bo'lsa, ajrashmayman deb shikil ajrashmaslikni yapgan bo'lsa, mesela o'g'lim bana atamlari bu tug'matga bizga navra undan çok mecbur ajrashtirib başladı. Şu taraf. Mesela ayol da'vo qildi mesela, xatmlarında. Endi to'g'ri. To'g'ri ayol xatmlarında. Mesela ayol xatmlarında er to'g'maskan ayol o'tib tursa bu mayli deydi ekan. Yaxshi ko'rdi ekan.
ayolning ota-onasi yo'q bolam bunda nuq bo'lolmaydi ekan, bal lozim bo'ldi deb ani zo'rlagandek nuqdi. Esa amal qilim deb ota-onasining ra'yiga qilib, xidmatlar deb uni payanga chiqibdi. Ya'ni bolamni olib beribdi. Ya mushada ayirib o'tibdi buni. Mushin talab esalamdi, fasl esalamdi. Ota-onasining tarafida hozirgi boshdan chiqib bo'ldi. Jamiyatda uni ta'siri bor. Dada taraf ota-ona bu ayol ma yurishtirish joyida emas, qo'yib qo'ymani desa, bo'ysunish kerak. Jamiyatda bu chatoq qo'yib berish kerak buni. Hamda boshqa bir narsa, taqvodorlik, diyonat, axloq chekishlik emas, boshqa bir sababni asos qilib turib qo'yib deb qolsa, ya bunun ailesi sen namrat adamlar masalan. Her söylaganda. O'rinkan deydigan. Ba'zi ayol qanday qiladi? Bu o'g'il ayol ikkisi diyonatlik. O'g'ilning ota-onasi diyonatsiz. Bu dindarkan men qo'yibman deb zo'lishi mumkin. Bu mullaxinimkan, yo unda yuradigankan, buni qo'yib berib, bunda madaniy yurgandan bizni atpasim bo'ldi deyishi mumkin. Bundacha yo'q, bo'ysunmaslik kerak. Hozir jamiyatda shunaqa odamlar shunda obdan bo'ladi bu kelin. Hani bu oğlularım şunda çıkışıp amara qilib ketsa, yo'q bu bek amara qilib ketdi bo'ldi. Ajrashtirib ketganlar. Janglashib tursa qoldi deb ashuni o'zi chillab akildim. Avvalchilik. Men oldim ashuni. Bu chiqish qoldi bu ishkaylan deb ajrashtirib ketgan. Hayron qolarlik. Ya bu boshqa chiqshamay, ya boshqa bir jidal majrasa uy buzib ketsimizga. Bu ham ish joyida turug'liq buzib ketsa bir odamningda bizning biramda bir narsani yo'qlanishiga sabab turib buzib o'tishi bu favqulodda xatarli. Bu ishni ko'pincha Qashqarda bo'ldi. Ya izish ya izilish. Kelinlimandan agar qaynona buni izlanmadan bo'lsa, men qaynoni izishim kerak. Ya bunda bo'lgan. Ya Qashqarda yuribdi. Ya butun dunyoda bor, Misrda shunda. Hamatak degan gaplar Misrda bu aynan maqoldan aylangan ishlarga hamiyat bor, lekin Qashqarda bu favqulodda izir. İmam Malik'ten başka alimler Onun gibi kirmidadır. Fakat İmam Malik bera ajrashni mesela nimaga asosan fasdab qaraydi, nimaga asosan talaqdab qaraydi deb shuni tahlil qildi. Boshqa olimnikiga kirmadi. Al-babul khamsu fi at-takhir va at-tamlik. G'aliba Qur'onning gapi tugadi. Qur'onning masalasi tugab qoldi. Tugab undan ba'zi talaqni qandacha talaq qandacha fasd qildi degan gapni İmam Malikning o'zini deb qo'ydi. Hozir unda biz bu kitob talaqni bo'g'ashqa ularni bir talaq bo'lish ehtimoli bor deb uni qo'ldi. Hozir masalan ixtiyorlik bergan yoki talaq qilish huquqini ayolga bergan ahvolda shu ayol undan talaq qilishni tanlab qolsa, bu talaq bo'lamdi, bo'lmamdi degan bir masala. Buni Qur'onning gapi tugab qoldi deydi hozir. Masalan, talaq qilish huquqi erning qo'lida bo'ldi. Nima? Talaq qilish erning qo'lida. Bu erimda ma'lum bir nimani turib, talaq qilish masalasini sen huquqini sen tutqizdim. Ya seni vakil qildim degandek, ya ixtiyorlikni berdim degandek, bunda bir so'zni qilibdi. Qiga ahvolda bu ayol ashu o'ziga tutqizilgan huquqini ishlatib qolsa, er talaq qilgandek talaq bo'lamdi, bo'lmaydi. ومما يعد من أنواع الطلاق مما يرى أن له أحكاما خاصة التمليك والتخيير. من اختيارلق بلش فلان عند طلاق حقوق يجيك قياش شكل مسألة سمان مش طلاق ترلنن برسله. مثلا تمليك دينا ملكتك أمرك دينا. تخيير دينا اختاري. Ajrışamdaq ajrışmazlar. Ajrışsa qoltaz. İxtiyorlari xinimimiz. O'zlari tanlasa ajrashmas deb manda debdimiz. Bu yerda oyalamsa ajrashni tanladi desa shunga taloq bo'lib ketamdi. Yoki taloq qilish huquqini o'zlariga berdim. Hali siz o'zlaringizga deb chiqarsizlar debdi ayollar. Ya'ni ayol taloq qildim desa shunga taloq tushandi shunga. Bu shunday masala. Ya'ni shariat bu huquqni erga bergan bo'lsa, bu er o'zining huquqini o'zi ishlatmay bu huquqni ayolga tutqizgan bo'lsa, tutqizib bo'lamdi, bo'lmaydi. Talaq tushadi, tushmaydi. Va tamliku an malikin fil mashhur g'ayr at-takhir. Endi Imom Malik bu tamlik bilan takhir ayrim masalalar. Bunda ega qildim, huquqni sizga tutqizdim, berdim huquqni. Deyish bilan ixtiyorligingiz, tanlab mashqning birisini degan ikki narsadir. Xuddi huquqni tutqizish degan xuddi vakolatni o'zi ichiga oldigan, bundan asosiy ikki farqlidir. وذلك أن التمليك هو عنده تمليك المرأة إيقاع الطلاق. التمليك degan talaqni qilish huquqini tutqizishdan iborat. İxtiyorlik desa, xuddi ixtiyorlik uzr kesilib ajrashib ketganda, baynuniga chetishlikda qoldi. Ixtiyoriy desa,
Zaten şu öy, bunikin olsun, nadir olsa öy tutamda, öy bulamda, bulmamda olsun, üzül kesil, uyumlayan ihtiyarlıkını kılıp istek. Ama temlik olup kalsa, üç talak kılış hukuku var tuğum. Şu an bir talak kılışma hukuku var, üç talak kılışma hukuku var. Muşunda üç türlü ayal dolar. O ayal bir talak kıldığımızı bir talak kıldığın, üç talak kılsa üç talak kıldığın bulamda. Ya ki, bunda emas mı? وذلك أن التمليك وعنده تمليك المرأة إيقاع الطلاق. تمليك ديان طلاق حقوقنا أيضا الاستبارات فهو يحتمل الواحدة فما فوقها. طلاق حقوقه نتيجة قدرته بردن إيش قدرته. ونا أيضا شنا تطلقوا أيضا مش بردن إيش قدر كلش طلاق حقوقه. ولذلك له أن يناكرها عنده فيما فوق الواحدة. داوان كان أيضا طلاق قلدم دسمم أجنا حقوقنا تطلقوا وأيضا طلاق قلتوا. طلاق قلنا bu erkin davalışalaydı dedi. Günahkar diyen etiraf kılmay. Ya bunda emasdi. Nimidi bunda emasdi deydi o. Ya sen bir talak kıygamda. Bunun yani kaytırılış hakkın var. Sana hukukunu verdim biraz. Kapançını sana tutsuzgan. Sen pank kılıp jipaylap atganda. Şunam diyen ben. Ya şu sen talak kıygan çağda bir talak kıygamda. Ya bir talakla hukukunu vergende. Diyendek mında cidelişalaydı dedi. Demek ayal hazır talaklaş hukukuna yama bergendiler. Ben ötkende 3 talak kıygamda. Dep turas ya uçadan bir talaklaş hukukuna tutuzgan kişilik tarafından kolumda. Ya ki sen kıygançalı bir talak kıldın, 3 talak kılmadan der türülüş musular. Ama vel xiyarın ihtiyarlık bir iş diyen tahir deyilmiş ya bir xilaf eder. Bunun hoşmaydı. Yani o yaktada iqa talaqın tanqati'u ma'ahu al-isma. Çünkü ihtiyarlık diyen öy bulandı bulmamdı. Dep ihtiyarlı bayran eken şunda talağını ki öy tutmayma diyen talılsa bir yerde hazır otturda münasebet üzüldüğünde. Xuddi 3 talak bo'lib ketgandek bir iş oldu de. Yani 3 talakdak desa olaymiz de. Beynuni keltirib chiqdi. İlla yakuna takhiran muqayyadan. Faqat lamda manda chekilgan ixtiyorlik bo'lib qolsa, bir talaqlish ixtiyorlikni berdim, tallan deb manda deb qolsa, undan shu bergan bir so'z. Yani bir talaq qilish doirasi ixtiyorligingiz var, degan bo'lsa bir talaq. 2 talaq doirasi ixtiyorligingiz 2 talaq. Bo'lmasa unda 1 ya 2 demasa, üzül kesil ajrab ketadi. Mesela yaqul laha ikhtari nafsaki aw ikhtari tatliq aw tatliqatan. İktari nafsak desa, bu azim 3 kelsa mumkin chiqish ehtimoli bor. Ammo tatliq ya tatliqatan desa, 1 ya 2 degan bo'yicha bo'ldi. Fafil khiyar mutlaq inda malikin laysa laha illa an takhtara zawjaha. Mutlaq ixtiyorligimiz va tanlang deb qolsa, ya ergi turdi, yoki 3 talaq bo'lib ketib, yolg'iz o'tirishni tanlaydi. Butun ajraydi. Va in ikhtarat wahidatan lam yakun laha dalik. İhtiyarlık mutlak talep qilib, ixtiyorlik mutlaq bergan bo'lsa, men bir talaq bo'lishni tanladim desa, ya ulguji unda, ya ulguji qaytirsa uni. Vel mumallakatu la yabtulu tamlikuha indahu. Yani bu İmam Malik'nin qarşı bu. Hazır kadar hammasi shu İmam Malik'nin o'z qarashlari. Hamda shu mallakdagi amrak degan anda ahvoldagi ayol talaq qilish huquqini tutuzdim degan bunda ayol bu huquq qachongacha kuchga ega? Shu huquqni berib tur. Berganki bu ayol huquqini ishlatmabdi. Yani talaq qildim demabdi. O'ylanib turibdi yoki 2-3 kun saqlab turibdi. Hatta yatul al-amru biha ala ihda rivayatin. Bu anda necha kun ola ketdi bu. Qizg'an huquqni ishlatmay bu ayol. Vaqt o'taveribdi. Demak, endi uzra var. Yoki masalan shu so'rin bilan bog'liq bo'ldi. Shu so'rinda huquq tutqizdim-da shu so'rin talab qilsalar, bo'lmasa shu so'rinni qo'yib ketsa, u tutqizgan huquq bo'ldi kettirdi. Egisi qaytdi. Bunda bo'lamdi dedi. Demak, ikki rivoyat var ekan. İmam Malikning o'zida yetafarraq al-majlisi shu so'rinni qo'yib ketsalarmi, tugab ketadi degan qarash Hanafiy Shafiy mazhabidan o'zsa. Xuddi so'z sifatimi xiyar al-majlisdek bunda. İkinci rivayet ennehu yebqa laha temlik ila an terudda aw tutallika. Qachoniki bu ayol yaq bo'ldi bu huquqni tutuziblar. Men bu huquqni olmay bo'lisini qaytiribdim. O'zlarining qo'li tutsin bu. Qaytirsa yoki talaq qildim desa, shu chaqqa qadar huquq ishlayapti. 1 yildan kim bo'lsin, 2 yildan kim bo'lsin. Bu İmam Ahmadninki yoki Hanbali mazhabining qarashi ekan. Şu ikinci rivayetine, İmam Malik'in rivayetine, Hanbali mezhebine şunda qaraydi. Vel farqu inde Malik'in beyne temlik ve tevkilihi iyaha ala tatliq nefsiha. Temlik bilan tevkilning farqi var. Mesela talaq qilishdan birisini vakil qilsa bo'ldi-ku. Xuddi bu hozir ayolni o'zini vakil qildi. Veya bir adamni vakil qilgandek ayolni talaq qilish masalasini vakil qildim. O'zini talaq qilsanmi, mayli deydigan bunda deyishidan
huquqni sizga berdim deganning o'ttirdan farqi desa, anna fit tawkil lahu an ya'zilaha qabla an tutallaq. Demak, u ayol talaq qilmoqcha vakolat qilgan taqdirda barcha vakolatni amaldan qoldiribdi deb yeni oladi. Ya'ni shu vakil hozir talaq degan gapni deyishdan ilgari sizning vakilim bo'lishingizni hozir bekor qilyapti desa, u talaq qila olmaydi. Lekin mallaktuka deganda anda yanolmaydi. وليس له ذلك في التمليك. وقال الشافعي اختاري وأمرك بيدك سواء. فإمام مالك hazır mallaktuka bilan taxir masalasini ayirdi. İmam Şafii o'xshash debdi. ولا يكون ذلك طلاقا إلا أن ينويه. Xuddi bu hamda mush so'zlar kinoyat taloq o'xshash. O'shanda taloqni niyat qilib, taloq qilsam mayli, ixtiyorlikni beray deb shundan niyat qilib, tutqizgan bo'lsa, va ayolni taloq qilgan bo'lsa, bu chog'da taloq tushadi. Taloq qilishni niyat qilmay, huquqni sizga berdim deb qo'ygan bo'lsa, u ayol taloq qilsa taloq tushmaydi. Niyat hozir. Xuddi bu kinoyat so'zga o'xshash. Wa in nawahu fa huwa ma arada. Agar taloqni niyat qilib banda degan bo'lsa, shu erning niyat qilgani. Bir taloqni niyat qilib degan bo'lsa, ayol taloq qilgandan keyin bir taloq tushadi. Shunday degan bo'lsa tushadi. Falahu indahu an yunakiraha fi talaq nafsi. İmam Şafii'ning nazarida bu ashunda ixtiyoriy amrga bedik deb bo'lgandan keyin bu ayol taloq qilsa, bu taloq tushmadi deb undan takallish oladi deydi. Bu taloqni e'tirof qilmay, yo'q bu taloq qilgan shu, men taloq demedim, sana taloq qilish huquqini berdim men deb tura oladi. Yana taloqning san to'g'riliqmi e'tirof qilmay tura oladi. Çünkü ben bir taraf niyat degandim, sen 3 talaq deganing bilan chiqsa baka deb turoldim. Yani o fil adad mana. Fil qiyar o'ttamlik. Bu o'shada men bir talaq qilish huquqini bergandim, ixtiyorlikni bergan. Sen 3 talaq qilsa chiqsa baka deb turoldi. Va yandahu in talaqat nafsaha raj'iyatun. Demak o'shada Imom Şafii agar o'zini o'sha ayol o'sha huquqqa asosan, erning o'sha so'ziga asosan talaq qilib qolsa, raj'iyya bo'ladi. Her yankin yani bir talak degan, bir talak oldu ki. Ve kederke hiye inde Malik'in fit temlik. İmam Malik mi? Temlik meselesinde rac'i deyken. Lekin ihtiyar meselesinde beynun olup tutudur dedi. Ve kala Ebu Hanife ve ashabuhu el-khiyar leyse bir talak. Ebu Hanife ve şagirdleri ihtiyarlık bir iş degan talak emas deb qaraydigan. Lekin Hanefi mazhabida bu bir xil qarash bo'lishi mumkin. Birdan bir qarash emas. El-khiyar leyse bir talaq. Talaq emas degan qarash bor deyiladi bu Hanefining mazhabida. Davomda İmam Malik bilan o'xshash bo'ldi. Talaq emas bu tafarruq qiladi. Yo'q, İmam Malik talaq qilib ketdi, 3 talaq qilib ketdi dedi. Xuddi baynuna degan. 3 talaq demaylan baynuna deydi. Ya'ni qayta yarashmoqchi bo'lsa, endi yenidan nikoh qilib, yana to'ylik qilmaydigan bo'lib ketdi. Xiyar leyse talaq deyim. Ma'o ya ixtiyorlik qilgan talaq emas. Ya, o talaq emas debdi. Kayin talaqat nafsa fit tamlik wahidatan fayyabaynatun. Endi xiyar bilan taxir bilan tamlikni bulma bir xil ayirib. Taxirda unda talaq qilib talaq tushmaydi debdi. Ma bir xil qarash, ya'ni bir mazhabdan kayin bir qarash ma. Ya'ni bir qarashda talaq tushdi deyish mumkin. Fa in talaqat nafsa fit tamlik. Endi tamlik masalasida unda huquqni sizga tutqizdim deb unda ayol talaq qilsa, bu chog'da bir talaq qilsimi bayn bo'lib ketadi. Demak, uni qayta yenidan yarashilgan bo'lib qolsa-mu, yarish durustligi olibdi bo'lsa, bir yosh ikkinchi talaq bo'lsa, yenidan nikoh o'qib unda oladi. Va qala Tawri al-khiyar va at-tamliku wahidun la farqa baynahuma. Tawri imom khiyar bilan tamlik ikki o'xshash. Farq yo'q. Imom Malik shunday degan. Va qad qila al-qawlu qawluha fi a'dad at-talaq fi at-tamlik. Manda degan qarashim bor edi. Tamlik masalasida talaqning sanjatdan manchini qildim degan masalada ayolning gapi gap, chunki huquq shuning quloq tutuzilgan. Shu nechin niyat qilib talaq qilgan bo'lsa, shu talaq bo'ldi deyilibdi. Walaysa liz-zawji munakaratiha. Er kishi uni yo'q, uni sen birini qilmading, ikkini qilding, yo ikkini qilmading, birini qilding deb undan nima qilolmaydi. Tanolmaydi. El-khiyar leyse bir talaq deyim. Talaq tushmaydi demak. İxtiyoriy desam, ayollardan talaqni ixtiyor qilib talaq bo'lmaydi demak. Bu hech qanday nimasi yo'q. Bu xuddi o'zingda ko'z qarashini deb baqqanday. Ana sen tanlash sana kep qatgan nimani tanlaysa deb bir aynab baqqanda bir ish demakchi. Tari yenmi bizalika talaq maqam. Ma'va Hanefi mazhabning vakilliklariga qarashma aytadikse. Ma kitobda naql qilgani bu tazir joyida emas. Demak, bu niyat qilmagan holatda desak to'g'ri chiqadi. Şu Hanefi mazhabning to'g'ri qarash shu. Ma kitobda Hanefi mazhab naql qilishda sal masala bor. وهذا القول مروي عن علي رضي الله عنه وابن المسيب قيل degan mushqarash
Hazreti Ali'den, Hasan Basri'den, Said ibn Musayyib'den rivayet kılınıptı. Ve bihi qala Zuhri ve Ata. Said ibn Musayyib, Zuhri, Ata, Hasan Basri, Hazreti Ali ile müşkarasına tepkipti. Okşaş degan gap emas. Al-qawlu qawla fi a'dad talaq degan so'z. Ayolning gapi hisob. Ayol 3 talaq qildimiz. Yo'q, men bir talaq huquqini sana tutgandan deb turasizmi? Vaqat qila innahu laysa lil-mar'ati fi at-tamlik illa an tutalliq nafsaha tatliqa wahid. Tamlik qilgan chaqda ayol kishi faqat bir talaq qilishdan huquqi bor deb qaradi. 3 talaq qilish huquqi yo'q. Wa dalika marwiyun an Ibn Abbas va Umar radhiyallohu anhuma. Mesela temizlik kıldı mesela talak hukukun verdim diyen gepten umumimizde hukuk erinin şu talak kılışın var umum hukuk ayalı ötep işlemdi o. Bir tanlam. Fakat bir adamda ötem doğardı. Bir qatımlıq, bir tanlam talak qilish huquqi biramdi yoki 3 pay o'qitishdan tutulgandi. Bir tapancha 3 pay o'qsala bana qo'lga tutulgandi, 3 pay o'qnamni mesela tutulgandi. روي أنه جاء ابن مسعود رضي الله عنه رجل فقال كان بيني وبين امرأتي بعض ما يكون بين الناس الجدال إشقاقام تقضيهم يعني كسلان وطرادة بلدغام من أغلب بوغام ترين فقال لو أن الذي بيدك من أمري بيدي لعلمت كيف أصنع أجر سنن قلان دبا من دولب قام بسا niriş kılışını kürt dayanıp ayal. Kala fe innellezî biyedî min emrike biyedik. Er şuna agibni anlat. Mende ba hukuk sizde azer. Kıyının bir kırayqını qanda qılgense bakar yendiken. Kala fe ente talikun telata. Fe ente deyiniz emde. Fe ente deyiniz. Fe ente talikun telata. Üç talak deyiz. Kala araha yani uraha desek mulda. أراها واحدة للطريلة أراها واحدة وأنت أحق بها ما دامت في عدتها demek İbn Mas'ud bunun uyunda fatwa var. Bu talak bir talak tuttu. İddetisiz sen qaytırvasan bulduken. Raci talak geldi deb fatwa var. Ve se'alqa amiral mu'minin Ömer. Fatwa bir plan ma Hazreti Ömer yani müminlerin amiri Ömer bilan uchrashmaydi. Buningdan bir so'rab baqaykan endi. Taxmo puxtulab ketsa. Thumma laqiyahu faqas alayhi qissa. Keyin uchrashib vaqalikni so'zlab bergan ekan faqala sanallohu birrijal va fa'al. Bu endi ikki xil ehtimol. Duo bo'lishi mumkin yo xabar bo'lishi mumkin. Bir masaladan duo la'nallohu al-yahud degan ekan. Xabar bo'lishi mumkin, duo deyman. Yani Alloh taolo la'nat qilsin degan duo bo'lishi mumkin. Yoki Alloh taolo yahudlar la'nat qildi, rahmatini jiroqlashtiribdi. Bunda degan bo'lishi mumkin. Ma'lum xuddi odatda ko'pincha qag'ashda ekanda. Alloh taolo erlarga ko'rgilikni ko'rsatgay, jazisini bergay. Qo'langa tutulgan bu tapanchini sen, meni aslan orqamda xotinga tutulgan ekan, beshing ya degandek. Yoki Alloh taolo erlarni bunda holat tushirib qo'yibdi-da. Yani o'zi talaq qildiga huquqni o'zi ishlatanmay, oyoqlar tutulib qo'ygan kep qapti degan ma'noda chiqadi. İki ehtimal var. Ko'pincha bunday iboratda duo ma'nosi bo'ldi yoki shunda xabar ma'nosi bo'ldi. Yani erlar müşahadat küçük kaptıda tugishapti bu tunning erlari degandek. Ya'maduna ila ma ja'alallahu fi aydihim. Alloh taolo qo'lga tutgan mushuqni ayollarning qo'lga tutib qo'ygan bo'libdi. Bi fiha turab, nima bo'ldi bu fiha turab? Demak bu ma'noda mushuna arabninki ishlatayotgan iboraning birisi. Bu xuddanda bu ayollarning og'zida qalaymiqan bizasi o'ylamaydi, o'qimaydi. Aqlını hukumallam keskenmesin derden haktuysa bu ayarlığını tutup koyamdı buna. Allah Teala sana tutkusa hukukunu. O da bunu kişi kolga tutup koyanda bunda iştiqlamsaydı bu. Mâdâ kulta fîhâ? Bunun bunda petva vardı. Der İlmasud'un sorsa. Kâle kultu arâhâ vâhide ve hu ahakku bihâ. Bir racai talaqda bunda petva vardı. Kâle ve ana râ derik. Memma şuna karayma. Ve lev râayta gayre derik. Alimtu annaka lam tusib. Agar sen boshqa fatvo bergan bo'lsang, xato qilibdi dedim. Va qad qila laysa at-tamliku bi shay'in. Hamda ma jumhurning qarashida Malik, Shafi'i, Abu Hanifa bo'lishga tamlik ixtiyorigani taraf tushdi, mandaroq bo'ldi deb shuni qilib tushdiganlik tarafini tutdi. Nima? Bular huquq tutilish ba'dida.
Hamda cumhurning muqobilida zahiriylar ya o hukm tutib qo'yadigan aqmasga bu. Bunday shu shariatda. Allah tutqunluğuna ayırsızlanmayın. Allah Teala erler tutuzgan bunu. Erler o hukme kalganca bir şey tutuzlanmaydı. Tutuzuş hukuku mu yok demek için. لأنه ما جعل الشرع بيد الرجل ليس يجوز أن يرجع إلى يد المرأة بجعل جاهل. Kandak kişi olmuşsan o Allah Teala er kişiyi tutup koyma hukukunu ayol kişiyi tutup koymaydı. Er kişi olsun ya kazi olsun ya hakim olsun Allah Teala er kişinin kolu tutula hukukunu önünde elep onu tutup koymaydı. Er olsun o değil. Bu zahiriye ve bazı sahabe karşı. Ve kezalike tehir ihtiyarlık aracın şunda. Demek ben talaklaşık ihtiyarlıkın sen deyip de bu ihtiyarlıkın şu ayol tutup koysa yani bu hukuk mu şu? وهو قول أبي محمد بن حزم ظاهرينك إمام لردن برسة ابن حزم قرشيري وقول مالك في المملكة إن لها الخيار في الطلاق أو البقاء على الاسم ما دامت في المجلس هذا أش ملكتك أمرك بيدك في عندك من تملك كلنا أيالله مش أيال عنده مش أيال نسبة إمام مالك من دكتور şu sorunda, bayatımızda sorun bağlanışlıdır. Şu sorunda aşokunda ya işletip ya işletme şurada şu sorun bilen bağlanışlıdır. Ya bolda sizden bir yaşayman da türüyordu ya ki talak kılıdı. Şu sorunu kovap ketip kılıp onu işletmese buldu kettir. Ve huve kavlu Şafii ve Ebi Hanife ve Uzza'i ve cemaatu fuqaha'l amsar. Yani şu cumhurdan karışıyorken şu sorunu bağlap yaptı. وعند الشافعي أن التمليك إذا أراد به الطلاق كالوكالة. İmam Şafii'nin nazarında ve temlikliğe ahvalda bu niyeti qaraymiz yantığı kinaya degan tariqada. Bu talaqni niyat qilib qolsa, nimaga o'xshaydi bo'lsa vakolatga o'xshaydi. وله أن يرجع في ذلك متى أحب ذلك ما لم توقع الطلاق. ما لم توقع مثلا يوقع. توقع. هذا ayol o'tgan ekan bu. Ash ayol talaq qilgan ahvolda Haçı invalar, xuddi vakil qilganga o'xshay vakolatni bekor qilyapti bu. Shunga o'xshash edi. Va innama saral jumhur lil qada bit tamlik aw at takhir. Endi bayatimizda jumhurlar tamlik takhir masalasida ash ayolga tutqizibdi, ixtiyorlikni beribdi, u ayol taloq qilsa taloq tushdi dedi. Nimaga asosan taloq tushdi de? Zohirlar bunday yo'q deb turibdi. Jumhurning dalili nima? Bu jumhur az xilafan lil zohiriyya mush taloq tushdi dedi. وجعل ذلك الإنسان أيالله أشو حقوقنا إشلسا حقوق شيء شو جدا لما ثبت من تخيير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه قالت عائشة رضي الله عنها خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يكن طلاقا رسول الله صلى الله عليه وسلم bizga shunday ixtiyorlik bergan ondan biz rasulullohni tanlagan ekan o'sha taloq bo'lmagan va bu rasulullohning ayollari turadi insonchilar ayollar shunda har xil o'yli kildimi bundan daha turib Resulullah'ın ayolları tutsa, bu başka da padişahın ayolları degen, şunda bayaşat, şunda huzuralar ateşe, bizde şu günde daha kosak çoğudaki münasip yok bazı vakılda. Kim kişek, onun o söz için neticemesiyle. Onun için bizde bırak ve kim kişek yapırıp, kamak, yemek içmek, bunun kantaşa benim mukbası olup da, hep nefhi talep kıygan çağda, aş ayet düşken. Ya eyyühen nebiyyü, kulli ezvacike, in kuntunna turidna hayatı dünya ve zinetaha, feta'aleyna umetta'kunna ve sarrahmin sarahan cemila. Ve in kuntunna turidna Allaha ve daral ahirete, fe innallah addal muhsani minkunna ecran azima. Tamam? Bu şu ayet düştü. Demek bir şey Resulullah ihtiyarlıkını bergen, şu şey Resulullah'ın ayolları, oldu talaqını tanladık deb qalsa, aşağıda ayollar ajratdi. Peki ular undan hukmida. Aşılar ihtiyarlık var. Mening şu yaşash uslubim şu. Razı bo'lib yashab, oxiratni ko'zlasangiz yashab. Bo'lmasa dunyoda rahat farog'atda noz ne'mat yashaydim deb qolgan ixtiyorlari degan ekan. Bular da hisoblab boqib oxiratni tanladi. Şunda şekilde deyilgen gapmi tahayyur bo'lib Ha? Bu tahayyuran. Ha, azda aşıman khayyarana Rasulullah deb tushunishganda. لكن أهل الظاهر يرون أن معنى ذلك أنهن لو اخترن أنفسهن طلقهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أنهن كن يطلقن بنفس اختيار الطلاق. Şu anda zahiriyle daptun ya bu
Resulullah ixtiyorluğunu bergenlikə əma qıl, biz talaqını taldıdıq desə, Resulullah onu talaq qırdı onu. Umatti'ukunna ve usarrahkunna firahan cemiyadi. Yani ben talaq qırey. Talaq desanlar, ben talaq qırey deyen gepti bu. Talaq qılmagan deyen talaq qılmadı. Resulullah talaq qırdı, Resulullah'ın talaq qılışılan talaq düştü. O ayollarının talaqını taldıdıq deyen gepilerle bunda çıkıp etmeyip deyildi. Ve innema sara cumhurul fuqaha ila enne tahir ve temlik vahidun fil hukm. Tahirni Ayşe radıyallahu anh'a düşüngende düşünüp kalsak talaq tutacağız. Ne şu? Adet arxotun otursunda gap boldu. Şu Ayşe radıyallahu anh'ın düşünüşü, en doğru düşünüşüler. Şu vakaletinin ilgisi, emmen müdür üstüdü tuğan, şu Resulullah bilen birle oturup kopkan. Qadiyanın ilgisi emdi. Şunda düşüngenki şu doğru düşünüş şu. Mesela o başka meselenin ilgisi düşünmey, başka düşünmey. Mesela ayetler münasip doğallık sebebinden de Ayşe radıyallahu anh'a. Şu ayet şu Ayşe radıyallahu anh'a hakkı çıkan şu. Ayşe radıyallahu anh'a, Hafsa ve başkalar. Resulullah şu ayet çıkan çağda Hazreti Abu Bakr, Hazreti Ömer'ler teşhis-i Resulullah'ın teselli verirdim ki. Urumuzda kopkan özünün kızlarına Hazreti Abu Bakr, Ömer, urumuz diyen çağda Resulullah yağırdı. Yaxşı demekçiyim mesela şu meselelerle orada bu ayol meselesi de mavamda oyuncu aşaması ki. Eğer şunday insanlar talak insanlar kalsa şıkkıtım bolup kalsa yaşardığını söylüyor mesela cemiyette ona talak insanlar şıkkıtım bayım olup biten alettir mi? Şuna dikkat kılış gerek. Ya mesela buna dikkat kılış için eğer bu şer'i hükümlü zahar müzlemesi olup kalsa düşünmüş gerek bu sıkarlık. O şundaki bana cumhur bunda dedi de Hazreti Ayşe'nin şunda düşünüp de şu şeriatın hükmü şu anda. Ya zahiri kalsak bundan nasıl çıktı? Çünkü köpüncü zat bizi aşağıda tergip kılıp sağlı bunda kılınlar doğrusumuş diyenin hemisi bunda talaş boğan mesele. Cumhur ulemalar maalesef tahyirinin bağlılığa delil bu mektepte aşırı anh'ın Resulullah'ın hadisi. Talak düşüdü diyenge. Talak düşüdü diyenge. Delil kıldı şu. Peki ulemaların ki sihirsi karga vakta her kişiden ayarlık oturak mısın? Sen mandan derken. Ya öğütüdüğün ya tutmayın amına kalsın. Üzdür tallısa deyin getini dese. Şu vakitte anaya tallısa. Peki mava adı Resulullah'ın hayatında vakayı karab durup mesela Ayşe radıyallahu anh'a müşünü tahyir etmişenge gen düşüncüden düşünüp kalsak bize gel. Oturak mesela arayanda koptursa degende çıkıldı. Men tutkan yollarım turmuşunun yolmuşu. Hepsinden başka şerek yollar olup kalsa, hepsinden kavle yollar başka şerek olup kalsa. Mesela şu yoldan tutar dep kalsa, o yol kişi men tutkan birinin başka olup da men bahasa bir yol tutmayman dese talak düşür. Şu ayetimi şunda nezmin çıkalım. Ayetin lazımı şunda. Ve ihtiyarlık al, öğütütüş tutmazlıkta ihtiyarlık varsa. Yanım değil de yanım turuyorum ya, tutmayda. Ya şuna, müşine hazır, enda kanun sahibini saldığın meseleyken, cumhur bunda diyen iken, bu eğirmesidir. Hem de başka mesleği münasebetlik tahlili ve innema sara cumhurul fuqaha ila enne tahir ve temlik vahidun fil hukm. Yani köpünce alimler bu tahir olsun, temlik olsun, hüküm cihatın okşaş diyen karışını tutuşuda, yani İmam Malik meşhur karışıda ikisinin farkı var dedi. Başka üç imam farkı yok dedi. Nemi şöyle لأن من عرف دلالة اللغة أن من ملك إنسان أمرا من الأمور إن شاء أن يفعله أو لا يفعله فإنه قد خيره. Şu hukukunu beğendin diyenler, şu ihtiyarlık hukuku beğendin diyenler çıksın bir şey bilen. Netice itibariyle çıksın okşasın gibi. وأما مالك فيرى أن قوله لها اختاريني أو اختاري نفسك أنه ظاهر بعرف الشرع في معنى البينونة بتخيير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. Yani ihtari diyen söz İmam Malik'in tabi olacağım, bunun çıksın farkı var diyen ya melleklik diyen üç tarafından birine ya üçüne kadar mesela işletici hukuk var diyen ihtari diyen ya ben böyle tutmaysız gen uyan bulup geçmesi soğan iken beynunu geçetişleyen şeriatın örgüsüyle adeti boyunca bu adet nereden geldi Resulullah'ın aşağı bakkan işidir. Yakatın tecrübe olduğu var mı? Şu işidir bunda adet geldi dedi. Şunun da ne bu? Ya uyan ya uyan bulup geçmesi iken düşündüm. لأن المفهوم منه إنما كان البينونة وإنما
Muşu Resulullah'ın ahvalından nimin düşündük? Üzül kesil ajrab ketişdi, ötütmezlik deyen gapni düşündük. Ve innema ra'a Malikun ennehu la yuqbalu qawlu zawji fi temliki ennehu lam yurid bihi talaqan. Yani temlik meselesinde eğer kişiye yakman talaqni maksat kılmagandan deb turvası qabul qilmaydi bu. Deb shunda qaradi. Nima uchun? Liannahu lafzun zahirun fi ma'na ja'l talaq berdi. Manda niyetimde maksat qilgan qilmagandim deyish bilan uni bekor qiladigan holatda emas. Chunki bu aniq gap bo'lganligi uchun, bunda ehtimollik yo'q gap bo'lganligi uchun mening maqsadim mandati deyishga yo'l yo'q deydi. Va amma Shafi'i falamma lam yakun al-lafzu 'indahu nassan ya'tabara fihi niyya. Yani İmam Shafi'i yo'q bu bunda aniq bir gap emas bu. Xuddi ehtimollik bor narsa, shuni biz niyatga qaraymiz. Xuddi kinoyat talaq o'xshash bir so'z bo'lgan ekan, niyatiga qaraymiz. Taloq degan so'z bo'lsa aniqda. Bu ixtiyoriy deganda gap bo'lgan ekan, bu niyatiga qaraymiz dedi. Mana niyatga qarash İmam Shafi'dan qarash bo'ldi. Va Imom Malik boshqalardan. Fasababul xilaf hal yughallabu zahirul lafz aw da'wa niyya. Da'vangi bir talashda chiqishga sabab bo'lgan narsa lug'atning ashuni mislan qaramdoq lug'atning mislan qarasak bu lug'at ma'nosida da o'tishmaslik taloq ishidan ajrish masalasiga qarta aniq so'z ma'no deb damdoq yoki aniq emas bu unda niyat qaraymiz damdoq va kadalika fa'ala fi takhir masalasida shundan o'xshash qaradi Shafi'i niyat qaraymiz deb va innama ittafaqu ala anna lahu munakarata fil adad Amda sanjattin yani temlik qilgan ahvolda yo'q men birini talaq qilishni huquqni bergandim ya uchni bergandim degan masala talashlar qila oladi deganda ittifoq keldi deydi. Nima uchun? Yana la yadullu alayhi dalala muhtamila fadlan an zahiri. Chunki bu yerda uch talaqni to'liq qilganlikka aniq dalolat qiladi. Millat degan ega qildim degani birga ega qildim degan bo'lishi mumkin. Uchga ega qildim degan ehtimoli bor. لأنه لا يدل عليه دلالة محتملة فضلا عن ذلك معين birisiga bunda ehtimolli holatda dalolat qilmaydi. Bir deganga dalolat qilarimda, yo'q. Ikki deganga qilarimda, yo'q. Uch deganga qilarimda, yo'q. Shunda ehtimollik bor. Ve innema ra'a Malikun ve Shafi'i İmam Ahmad Mubilla ennehu idha tallaqat nafsaha bi tamlikihi iyyaha talqatan wahidatan annaha takun raj'iyya. Bunda huquqni bir tal. Bergandiga bir talaq qildim deb to'yadi. Bir talaq qilgan holda raj'iy bo'ldi deb ittifoq keldi imom deydi. Yana talaq innama yuhmalu al-urf ash-shar'i. Chunki talaq degan odatda darhol talaq degan so'z kelsa, shar'iy talaqqa topirmiz buni. Shar'iy talaq degan raj'iy bir talaq bo'ldi. Odatda hech qanday boshqa qarina bo'lmagan holatda. Va huwa talaq sunnah. Talaq sunnah degan raj'iy bo'ldi. Va innama ra'a Abu Hanifa anna bayna. Anda Abu Hanifa yo'q bu raj'iy bo'lmaydi. Bayn oldu deb turoldi deydi. لأنه إذا كان له عليها رجعة لم يكن لما طلبت من التمليك فائدة. Çünkü qaytaradigan bir ish bo'lsa, bu qo'liga huquqni tutqizib qo'yishdan foydasi bo'lmagan bo'ladi. Lekin foydasi bo'lgan ish bo'lmaydi. O birinchi ikkinchi talaqning qaytaradigan bo'lsa foydasi yo'q. Talaq qilib yana qaytarishning foydasi bor deganda bir ish bo'ladi. Lekin buning bir huquqni tutqizsa, bu ayolkin talaqdan birini qilib, keyin pushmon qilib, yana yansa, bu yerda bir o'zini to'xtab, ochiq savob qilib, undan keyin unda huquqni tutqizishni talaq deb sanmaydigan bo'lib keyin. Valima qasad va min dalik. Bu erning maqsad qilgan ishidan maqsad o'zi chiqmagan bo'ldi, foydasi bo'lmagan bo'ldi. Va amma man ra'a anna la an tutallaqa nafsaha fi at-tamlik talatan. Demak, tamlik oldida ayol 3 talaq qilishni qila oladi degan qarashga kelsak, hozir shu huquqni bersa, bir talaq qila oladi yoki 3 talaqni qila oladi degan bir qarash bo'ldimi bu? Nima? Va annahu laysa liz-zawj munakarata fi dalik. Demak, 3 talaq qildim degan taqdirda eğer yok 3 talaq huquqni bermagan, bir talaq bilan qila oladigan takallashamaydi deydi. Fali anna ma'na tamlik indahu nima uchun shunday qarashdi bo'ldi? Chunki tamlik degan so'z mushlarning nazarida innama va tasir. Ya jami' ma kan biyadir rajul min at-talaq biyadil madam. Men butun huquqimni sana tutqizdim deganga o'xshash deydi. Fayya mukhayyaratun fima tuqi'uhu min a'dad at-talaq. Undan keyin 2ni qilamdi, 3ni qilamdi, 1ni qilamdi. To'liq huquq shu ayolga o'tgan bo'ldi deydi. Bu menda tushunib turdi. Ya boshqalar yo'q bir qatimliq bir tal bir pay o'qni ham tutizgan bo'ldi. 2 pay o'qni o'zab qoldi taqa. Munda shu. Demak, shu sahobaning voqealigi
bir qarashga dalil bo'ldi. Zaten şu erkişinin niyeti varlık diye Hozir biz butun huquq tutgan bilamdi, juz'iy huquq tutgan bilamdi, shuni tahlil qilishda ishqil tahlil qo'ydik. Wa amma man ja'ala at-tamlika talqatan wahidatan faqat aw at-takhyir. Takhyirda ya tamlikda bir talaq qilsam huquq bor, ya'ni shu juz'iy huquq tutganmi demoqchi. Fa innama dhahaba ila anna aqall ma yantalaq alayhi al-ism an aqalli necha yo'ltasi bir talaqdi. Nima shu aqalli huquq tutdimmi deb qaradi. Ve ihtiyatan lirrical yana erlerin hukukının da hemimizin şundan ketip hukuktan mahrum bulup çıkartar ihtiyat kılış için. Aynı dedik. Lennel elle fi ceali talak bi eydir rical dunen nisa. Çünkü talak aslında ne için? Erinin kolu tutkuzulup ayağı tutkuzulmagan. Çünkü ayalının ya da linuqsani aqlihinna ve galabeti şehveti aleyhinna ma'asul muaşeret. Naqisat aqlan ve din diyen söz var. Vadiskerdi. Ayalla böyle hissiyat bulga bek kışkep gidiyor. Kışkayandayken kişiken açıkıldıgan ya ki hoşulduğan ya kapılara asasından mesela uyanmayan kılıtıp kalıdığan boğaçka özünü toxtanmaydigan boğaçka erinin koluğu tutulga işte bu. Bunda olanken bu erinin koluğu ataytın mında nasının közlep tutulgan nasının hemmini şunda alan tuluk hukukundan onu ötküzü çıkartıp biz ihtiyat kılıp bir tanını ötküzgen bulduk deyip. Ya galiba şehva degene bir şeyde hissiyat biz közüdü. Bunda ihtiyat kıygan degen kızlar bütünley ötmeyden sızın. Ya şu akıllısını ötküzümez. Yani aldırıp bu hemme hukukunu da ötkütmeydi. Fakat hemme hukukunu ötküzgen bir dalalet olsa da ötküzsek. Hadir akıllısını mutlu. Yani bu şunda inek bir nesi yok, bir şunda dalaş tartışmasında da bizim de nemir kıysak bulabilir mi? Zahiri izleyip mesela tavuklufi. İşte asli usulü karab bunda talış çıktı. Kanunu çürümez. Kanunu kıyas kılımız diyendek müşün meselesi asasen teşvik ediyor. العبرة بأوائل الأسماء خالد صوانك ibadet meselesi çıktı o. Tam törenine bağlı kılındı. Demek ki Resulullah'ın kıyas kıldığı ile tehirga temizliğini kıyas kılganda kılamaz. وجمهور العلماء على أن المرأة إذا اختارت زوجها أين اختيارlık oldu ya temlik meselesi oldu. Şu şartı ayağında ya irim tallıdan Resulullah'ın gidek mesela ennehu leyse bi talaqin. Bu şartda ayal aşirin ötüsürmedi tallısa talak denge bulmaydı. Liqavli Aişe radıyallahu anha al-mutaqaddimana. Ya da خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يكن طلاقا diyen sözü asasen bu çağda talak deyin gap olmadı. İhtiyarlık verip de yak buldu. Ben talakını tanımayım dep şu esasımızı tırıverler dedi buldu şimdi. وروي عن الحسن البصري أنها إذا اختارت زوجها فواحدة. Yak da tırıverim buldu. Sizini tanıdım desem bir talak oğum buldu. وإذا اختارت نفسها فثلاث. Eğer yakman acışıp gitmez diyen talab kalsa şu tarafına gidiyor yaptı. Muşkaraş Hazreti Ali'den rivayet kılınıptı. فَيَتَحَصَّلُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْخِلَافُ فِي ثَلَاثَةِ مَوَادٍ. Yetahassal diyen ne müşahede? Demek bunda hulas çıkıyor demekçi. Yani kıskartıp hulas edilsek muş yakın çıkıyor. Yani talaş tartışını bunda hulası oldu. Yani 5-6 xil qarashlar ketadi. Ama birincisi ennehu la yaqa'u bi wahidin minhuma talaq. Yani taxyirda, tamlikda, anda ahvalda talaq hech qaysi tushmaydi. Bu kimning qarashi? Zohiriyning qarashi. والثاني أنه تقع بينهما فرقة. Bununda ajrish kelib chiqdi degan gap. At-tamlik va at-taxyirda. Bu kimning qarashida? Jumhurning qarashi. Yani o'shanda ayol tanlashni joyida tanlamay ajrishma deganni tanlab qolsa, ajrish kelib chiqdi degan qarash. والثالث الفرق بين التخيير والتمليك. ما إمام مالك من قرشه. يعني أن تملك بالتخيير البينونة وبالتمليك ما دون البينونة. İmam Malik bunda talağında tahir meselesinde bayna vakitida temlik meselesinde bir ya iki talaq bo'lish ehtimoli bor deganda ikkisini ayirganda bu İmam Malikning qarashi va idza qulna bil baynunati faqiya tumallak wahidan agar biz bayna olib ketdi desak ixtiyorlik meselesinde bayna olib ketdi dedik bunda avvalda tumallaku wahidatan ma baynuna dema laqta ishtiraqlan baynuna va baynul kubra sughradan meselesi o'xshaydi
Bunda ahvolda ya talaq bayindan bir tushadi. Yani uni keyin yana nikolab olsa oladi degan bo'ldi. Vaqtida tumallika salat yo'q 3 taloq bilan baynuna ketadi deganlar bor edi. Va idza qulna innaha tumallak wahidatan faqila raj'iya ma'qul bir taloq qilib ketadi degan taqdirda raj'i bo'ldiganlar bakin bayin bo'ldi deganlar bakin. Bu ahvollarda raj'i bir taloq bo'ldi deganlar bakin. Bain bir taloq bo'ldi deganlar bakin. İxtartu nafsi او talaqtu nafsi desa bir taloq bo'ldi deganlar. Bu bir taloq bain yoki raj'i deganda ikki xil qarash bor. Demak bu yerda raj'i bo'ldi deganlar Imom Shafi'y, Imom Ahmadning qarashi, bayin bo'ldi degana Imom Abu Hanifaning qarashi. Wa amma hukmul alfaz allati tujibu biha al-mar'a fi at-takhyir wa at-tamlik amunda huquqsizda ixtiyorlik bo'lgan chaqda ayol kishi bir so'zni qilib tushadi. Shu huquqni ishlatadigan shu chaqda deyiladigan sözlerinin ahvalı qarashib kelsak, faya tarji'u ila hukm al-alfaz allati yaqa'u biha at-talaq fi kawni sahiha fi at-talaq aw kinaya aw muhtamal. Baş er kishi taloq qilsa, er kishining og'zidan chiqqan so'zlar 3 turga ayirgan tuqqan, sarih, kinaya, ihtimolliq degandek 3 ga ayirgan ayol kishi shu huquqni ishlatib degan chaqdagi so'zmi ash 3 turga ayrildi. Va sayati tafsil zalika 'inda at-takallum fi alfaz at-talaq. Buning bayonida ash taloq qilgan chaqda ishlatilgan og'zidan chiqqan so'zlarni bahs qilgan vaqtimizda mush to'g'riliq to'xtalib o'tamiz. Er kishi taloq qilsa taloq bo'ldi. Ayollarda og'zidan chiqarsa ixtartu nafsi, taloqtu nafsi deganda gap ishlatadi. Buni shu keyingi alfozli taloq babida shu chaqda bahs qilamiz. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.